Bugun sizlar bilan davleniya haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan gipertenziv sindrom, davleniya haqida gaplashamiz. Davleniya o'zi ikki xil bo'ladi. Yaxshi, yomon deyiladi bu narsa. Arterialniy yoki venozniy. Arterialniy bo'lsa, inson tanasidagi jigar degan organ bor. U organ 90% inson tanasiga qonini filtrlab tanaga tarqatadi. Jigardan keyingi davleniya bo'lsa arterialniy hisoblanadi. Unda 10, 15, 20 ga oshsa tana sразу sezish boshlaydi. Boshida bezovtalik bo'ladi, quvvatsizlik bo'ladi, og'riqlar, yurak sohasi bo'lishi mumkin. Agarda ikkinchisi bezovta qilmaydigan davleniya bor, u yomon davleniya hisoblanadi. Nimagaki inson bilmaydi. Bilmagandan keyin yuraveradi yuqori davleniya bilan. Bu jigardan oldingi holatda zastoy hisobida paydo bo'ladi. Agar insonda jigarda yog' bosgan bo'lsa yoki uplatneniya qotgan bo'lsa, etdan qon yaxshi o'tmagani hisobiga klapanga orqaga qarab qonni berib yuboradi davleniyani. O'sha paytda u qorataloq yurakdan keyin o'pkaga kelishi mumkin. Agar o'pkada hansirash, nafas olishda siqilish holatlari bo'lsa, bu venozniy zastoy hisobiga chiqadigan davleniya hisoblanadi. Ikkala holatda ham albatta bemorlar kardiologga yoki nevrolog yoki patologga uchrash kerak, vrach ko'rigidan o'tish kerak va uni oldini olish kerak. Nimagaki gipertenziv sindrom yaxshi emas asoratlarga olib keladi, patologический. U asoratni davolash qiyin bo'ladi. Keyin butun umr qiynalib yuradi bemorlar. O'shanga o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Albatta davleniyalarni 40 yoshdan keyin o'lchatib, tekshirtirib, bezovtalik, bosh og'rig'i bu narsa bo'lsa, doktor ko'riklaridan o'tinglar. Igna refleksiya terapiya bilan biz davolashimiz inson tanasidagi qon sirkulyatsiyasini normallashtirib beradi. İnson tanasida vegetativ-sosudistniy kasallik bor, vegetativ nerv sistemasi bor. Vegetativ nerv sistema bu insonning qon tomirlarini kengayishi va torayishiga kontrol qiladi. Nina bilan birga biz u nerv tolalarini normallashtirib beramiz va albatta qo'shimcha o'zimizning tabiiy damlamarimiz bor. Jigarni tozalab beradigan, jigarni vasстановление qilib beradigan. Shuni hisobiga biz yaxshi natijalarga erishyapmiz gipertenziv sindrom bilan.